Hozir aytadigan gapimni kesib tashlama. Agar kesadigan bo'lsang, intervyu shu yerda to'xtaydi. Kadrda qolsin. Madrid Barsa Chempionlar Ligasi. Bu yana boshladi-ku. Chempionlar Ligasi Pepe'ga ko'rsatilgan qizil kartochka. Shu darajada shovqin bo'ldiki, bu qizil emasdi. Eshitib tur. Ommaviy axborot vositalarida shunday shovqin ko'tarildiki, dahshat. Shunchaki dahshat. Barselonaga qarshi tashviqot mashinalari ishga tushdi. Marka bu yerda qizil yo'q edi. Shoshma, gapimni eshit. Biz o'shandan keyin qaysi yil edi? 2010-11-yillari adashmasam. Ha, 2010-11-mavsum. Ha, 10-11. Yevro 2012 musobaqasi. Musobaqa boshlanishi oldidan hakamlar jamoasi bizga seminar o'tdi. Hamma futbolchilar yig'ildi, hakamlar bizga qonun-qoidani tushuntirmoqda. O'yinda bo'ladigan har xil vaziyatlar, foullarni bizga yaxshilab tushuntirishdi. Va menimcha Collina edi va katta ekranda video qo'yishdi. Sen ham buni juda yaxshi eslaysan. Men ham sen kabi faqat ba'zi narsalarni eslayman. Ha, faqat ba'zi narsalarni bo'ldi o'zim tushuntiraman. Va bizga Pepe'ni vaziyatini qo'ydi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Kutilmaganda bizga o'sha vaziyatni misol tariqasida qo'yib beryapti. Va o'sha xonada yig'ilganlar orasida haqiqiy bahs boshlanib ketdi. Hamma birdaniga o'z fikrini bildira boshladi. Kimdir uchun bu qizil, kimdir uchun esa yo'q. Va adashmasam Collina, esimda yo'q. Adashmasam Collina edi. Va u shunday dedi: "Bu aniq qizil kartochka." Lekin Collina o'sha kuni aniq Las Rosasga bunday shoshma yaxshilab eshit. Va hamma jim bo'lib qoldi. Va shaxsan men eng mazza qilgan jimliklardan biri bo'ldi. Sababi bu gap hammaning yonida aytildi. Jerry, bu vaziyat qizilga tortmasdi. Birinchi bo'lib kontakt to'pga bo'lgandi. Keyinchalik balki butsasining tagi bilan Alveshning oyog'iga tekkan bo'lishi mumkin. Men uchun bu vaziyat shunday. Keyinchalik balki butsasining tagi bilan bu vaziyatda Dani Alvesh oyoqsiz qolishi mumkin edi. Bu bilib turib qilingan foul. Bilib turib deganing nimasi? Farqi yo'q, Iker. Aynan o'sha paytda Yevro 2012 dan oldin Dani Alvesh Camp Nou'da ham Ronaldoga qarshi foul ishlatgandi, lekin hech narsa bo'lmagan. Bu vaziyat esimda yo'q. Bu vaziyat esingda yo'q-a? Endi og'ayni bunaqa o'yinlardan ko'p bo'lgan. Mayli, men aytmoqchi bo'lgan narsa bu Yevro 2012 dan oldin eng obro'li Collina kabi sobiq hakamlardan biri. Va Real Madrid futbolchilari qarshisida senga shunday desa, bu aniq qizil kartochka. Va sen u yerda o'tiribsan, Iker, qasam ichaman. Bu dunyodagi eng mazza qiladigan vaziyatlardan biri. Senga to'g'risini aytyapman. Va aynan mana shu vaziyat men uchun va u yerdagi boshqa Barsa futbolchilari uchun katta televizorda ko'rsatilgan bu vaziyat sizlarni kichik narsalar ham xursand qiladi. Albatta, bunday kichik narsalarga ham xursand bo'lasan. Bunday kichik haqiqatlar xursand qiladi. Shu darajada mazza qilasanki, qo'yaver. Mayli, davom etamiz. Mazza qilib yording.